1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 non ekan. Qanday sınaqni o'tdimmi? Bu Akash 80 non yoqdi. Bu Akash 100 dan ortiq non yoqdi. O'ylab beqinglar o'talabsizmi? Meningcha 1, 2. Men 3-keman. Cho'qib o'tdim. Yumorist ekansiz a? Agar bu yer teatrxona bo'lgan bo'lsa, yumor so'zlasangiz bo'pti ekan. Yumor dedingizmi? Yumor so'zlasam bo'lamda? Rahmat sizga boshliq. Men cho'qim qila olmayman. Ansirman. Yo'q. Ertadan boshlab ishonlar tarbiyalash kursiga kirsizlar. Bir oydan keyin natijangiz layoqatli bo'lsa, ishlab chiqarish korpusiga kira olasizlar. Shu yerdan olsam savdo qilishga usta ekansiz. Albatta. Siz haqiqatan boshqalarga o'xshamaydi ekansiz. Sizga desam, birinchi bo'lgandan birdan-bir bo'lgan yaxshi. Boshqalardan farqlanishimiz kerak. Bo'ladi, undaqda obdan ishlang. Ma'qul. Qani mehmonlar kelib ko'rib beqinglar ha. O'zim terg'an ko'ktat. Chiroyli qiz bola silab qo'ygan ko'ktat ha. Taqa. Aka. Siz mendan cho'ng. Meni aka dema. Meni aka de. Ha. Aka. Qarsam siz xeyli qirib qapsiz. Yana chiqib ishlabsiz-ku. Ko'nglim tek yosh. Bo'ldimi? Bo'ladi. Aka. Qanday qilganda sizga o'xshash ko'pni yaqalayman. Asali ish bu, tirishsanglar bo'ladi. Bildingmi? G'ayrat qil. Mama, Acha. Oy, meni Acha deb chaqirganingizdan bakla xush bo'ldim. G'ayrat qiling. Qani, ko'rib beqinglar ha, ko'rib beqinglar. Hay, so'rab baqsam bu pidiganni qancha sotdingiz? 10 yuan. Nemonda qimmat? Qimmat emas. Bu ko'ktatlarni men 1 yil sarf qilib, o'g'itlab, sug'urib, o'tab, yana texi hayvonotlar bilan o'g'irlardan saqlanib, oxirida ondan kechlik bozorda ko'raladingiz. 10 yuanga ilmi arzon sotdi. Ko'rib beqinglar. Xo'jayin, men so'qilgan samsaq bilan pidigan sotib olaman. O'tda qaqlamsingizmi bo'ladi? 10 yuanga oldim. Taqa. Lazgovapni qanday situatsiyasi? 2 yuan. Mogo kopinchi. 2 yuan.